Qizim, shularni yuvib bering. Jonimga tegib ketdi. Har kuni kir chiqarasizmi? Kir mashinam yuvib spet qilmayapti krizni. Uyalmisizmi? Katta xato o'z-o'ziga eplasangiz bo'lmaydimi? Voy, bu kir mashinani ishlatishni bilmas. Qaramasdan. Doktor, onamlarda CD usholmaslik muammosi bor edi. Shunga siz maqtashganiga olib kelgan edim. CD tutolmaslikda ikki xil yo'li bor. Operativ va konservativ. Sizniki operativni, xudo xolasa operatsiya qilib, setkalar qo'yib, shu CD qopingizni ko'tarib beramiz. Voy, bolam, operatsiya pensiya pulim yetmaydi-ku. Akalaring ham pul bermaydi. Ona, xavotir olmang. Men kuyovingizdan so'rab ko'raman. Gap bo'lmasa, uzugimni sotib olsa ham siz operatsiya qildiraman. Xolajon, bizda bir oyda bir marta bepul operatsiya bo'ladi. Sizni shu operatsiyaga bepul qilib beramiz, xudo xolasa. Siz o'ylamang, siqilmang. Operatsiyangiz xudo xolasa yaxshi o'tadi. Har juma kunlari bizda bepul konsultatsiya. Bemalol har juma kunlari kelyavering. Onajon, o'zingizga keldingizmi? Qarang, sizga o'xshab chiroyli gullab keldim. Assalomu alaykum xolajon, yaxshimisiz? O'zingiz kelib qoldingizmi? Doktor qizim, Alloh rozi bo'lsin, qo'yib ham yengil ekan. Qizim, boringga shukur. Qizi bor ota-onalar jannatingda nasib eyle. Ginekologический muammosi bor ayollarni men Ahmadali va Mavluda Kasimovni sizlarni birinchi Golbanitsa ro'parasida Remedium klinikasida kutib qolaman.